Abdulaziz aka, nimaga ayrim klientlar kelishadi-da, Xitoyda ham yo'q narx so'rashadi. To'g'ri, klientlar kelib narx so'rashga haqli, lekin Sherali akaning bitta gaplari bor. Arzon narsa beillat, qimmat, behikmat bo'lmaydi. Biz mahsulotimiz sifatiga javob beramiz va juda ham ko'p mehnatimiz ketgan bu narsani tayyorlashimiz uchun. Shuning uchun har bitta mijozlarimizdan iltimos qilib qolamiz mahsulotimizni qadriga yetib, uni past baholamasliklarini. Abdulaziz aka, bo'lmasam obunachilardan keladigan eng ko'p savollarni beraman. Birinchi savolim, nega aynan Ecotekstil nomini tanlagansiz? Ecotekstil nomini tanlashimizning asosiy sababi eko tozalik, tekstil matolari degan ma'noni bildiradi. Buni bu narsaga yo u kimga taqlid qilib qo'ymaganmiz, o'zimizdan kelib chiqib qo'yganmiz. Va keyingi savolim, necha yildan beri shu savdo sohasidasiz? Bu savdo sohasiga biz yoshligimizdan kelganmiz, dadamlar bilan birga 15 yil bo'lib ketdi. Keyingi savolim, nega aynan o'zi bu savdo sohasini tanlagansiz? Bu yoshlikdan qiziqish deb bilaman, chunki pulni pul topadi deganday. Yoshlikdan savdo sohasiga qiziqib kirib kelganmiz. Rahmat javoblaringiz uchun. Rahmat, sog' bo'ling.